Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2 avgustdan pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq tartiblarda nimalar o'zgaradi? Kimlar tayyor turishi kerak? Kimlar esa ortiqcha xavotirga tushmasligi lozim? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki pensioneri bor har bir oilaga tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ma'lumot bazada noto'g'ri tursa yoki bank kartasi bilan bog'liq muammo bo'lsa, oylik pensiya kechikishi, qayta hisob-kitob cho'zilishi yoki ortiqcha yugur boshlanishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday amaliy tushuntirishlar sizga va yaqinlaringizga pulingizni, vaqtingizni va asabingizni asrashga yordam beradi. Men avval eng oddiy tilda tushuntiraman. Ilgari ko'pchilik pensionerlar pensiya masalasida pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki mahalladagi mas'ullarga borib, ma'lumotni og'zaki so'rab, keyin hujjat yig'ib, yana qaytib kelishga majbur bo'lardi. Ish staji, ish haqi, bola parvarishi davri, harbiy xizmat, imtiyozli davrlar, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar turli tashkilotlarda alohida saqlangan. Bir joyda ma'lumot bor, boshqa joyda yo'q. Natijada odam pensiyaga chiqish arafasida sizning falon yildagi ish joyingiz bazada ko'rinmayapti. Maosh haqida arxiv ma'lumotnomasi kerak. Familiyangiz o'zgargan. Tasdiqlovchi hujjat olib keling degan gaplarni eshitardi. 2 avgustdan e'tibor berilishi kerak bo'lgan asosiy yo'nalish shuki, pensiya va nafaqa masalalarida ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali tekshiriladi, to'lovlar. Qayta hisoblash va hujjatlarni solishtirish jarayonida raqamli nazorat kuchayadi. Bu nimani anglatadi? Agar sizning pasport ma'lumotingiz, cheshir raqamingiz, bank kartangiz, yashash manzilingiz, ish stajingiz yoki nogironlik guruh haqidagi ma'lumotlaringiz bazalarda to'g'ri bo'lsa, siz uchun jarayon yengillashadi. Ammo agar biror joyda xato bo'lsa, masalan, familiya eski ko'rinishda qolgan bo'lsa, tug'ilgan sana boshqacha kiritilgan bo'lsa, bank kartasi yopilgan bo'lsa yoki ish staji tasdiqlanmagan bo'lsa, muammo aynan shu yerda chiqadi. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, odamlar oldindan tayyorlansa, ko'p masalani 1-2 kunda hal qilish mumkin. Eng katta xato shuki, ko'pchilik pensiyam kelib turibdi, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin qayta hisoblash, indeksatsiya, qo'shimcha ustama, nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki bank orqali to'lovda kichik bir ma'lumot ham ahamiyatli bo'lib qoladi. Birinchi navbatda pensiyaga endi chiqmoqchi bo'lgan fuqarolar tayyor turishi kerak. Masalan, erkak kishi 60 yoshga, ayol kishi 75 yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa, hali vaqt bor deb yurmasligi kerak. Ish staji bo'yicha hujjatlarni oldindan tekshirtirish kerak. Deylik, bir opa 1917 yildan 1995 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Fabrika keyinchalik yopilgan, arxivi boshqa tashkilotga o'tgan. Agar elektron bazada bu davr ko'rinmasa, pensiya hisobida tekil staj hisobga olinmay qolishi mumkin. Tekesil bu juda katta farq. Ba'zan pensiya miqdorida 200 ming, 300 ming, hatto undan ham ko'proq tafovut berishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiyaga chiqishdan 6 oy oldin hujjatlarni tekshirtiring. Ikkinchi guruh hozir pensiya olayotgan, lekin ish staji yoki maosh bo'yicha qayta hisoblashga umid qilayotganlar. Masalan, bir otaxon 1990 yillarda yuqori maosh olgan, lekin pensiya tayinlanganda o'sha yillardagi maosh to'liq tasdiqlanmagan. Keyin arxivdan ma'lumot topildi. Bunday holatda qayta hisoblash so'rab murojaat qilish mumkin. Lekin bu yerda muhim jihat bor. Arxiv ma'lumotnomasi aniq bo'lishi kerak. Unda tashkilot nomi, ishlagan davr, lavozim, oylik ish haqi, buyruq raqamlari yoki shaxsiy hisob varaqalari ko'rsatilsa, ish ancha osonlashadi. Falon joyda ishlagan degan oddiy ma'lumotnoma yetarli bo'lmasligi mumkin. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Bu yerda eng muhim masala tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlarining bazada to'g'ri aks etishidir. Agar nogironlik muddati vaqtli belgilangan bo'lsa, muddat tugashidan oldin qayta ko'rikdan o'tish kerak. Aks holda to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Misol uchun, bir fuqaroning nogironlik guruhi 20 avgustgacha belgilangan, lekin u pensiya baribir keladi deb 20 avgustgacha ko'rikdan o'tmagan. Bunday holatda to'lovda uzilish bo'lishi ehtimoli bor. Keyin qayta tiklanadi, lekin odam bir oy pulsiz qolib ketishi mumkin. Shuning uchun nogironlik muddati bor. Hujjatni uyda olib qarang, sanasini tekshiring. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan oilalar. Ayniqsa
Farzandlar 18 yoshga to'lganda kollej, texnikum yoki oliy ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish haqidagi ma'lumotlar muhim. Agar talaba kunduzgi ta'limda o'qiyotgani tasdiqlansa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qish shakli sirtqi yoki kechki bo'lsa, tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Mana shu nuansni ko'pchilik bilmaydi. Bolam o'qiyapti-ku deyishning o'zi yetarli emas. O'qish shakli, buyruq, talabalik ma'lumotnomasi aniq bo'lishi kerak. 5-guruh bank kartasi orqali pensiya olayotganlar. Bugun ko'p to'lovlar karta orqali tushadi. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, bank hisob raqami o'zgargan bo'lsa yoki karta boshqa odam nomida bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Pensiya odatda pensionerning o'z nomidagi hisobga tushishi kerak. Ba'zi oylarda farzandlar onam yurishga qiynaladi deb o'z kartasiga o'tkazib olishni xohlaydi. Lekin rasmiy tartibda ishonchnoma yoki vakillik masalasi to'g'ri rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu keyinchalik to'lovda savol tug'diradi. Shuning uchun bankdagi ma'lumotlarni ham tekshirtirib qo'yish kerak. Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, pasportingiz yangi bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, nogironlik yoki imtiyozli toifa bo'yicha muddatli hujjatingiz bo'lmasa, ish staji bo'yicha qayta hisoblash talab qilmayotgan bo'lsangiz, sizda katta xavotirga sabab yo'q. Lekin baribir men tekshiruvni tavsiya qilaman. Nega? Chunki xato ko'pincha odamga muammo bo'lmaguncha bilinmaydi. Masalan, pensioner boshqa tumanga ko'chadi. Manzil o'zgargani rasmiylashtirmaydi. Keyin pensiya hujjati bir tuman bazasida, yashash joyi boshqa joyda. Bank filiali 3-joyda ko'rinadi. Oddiy ma'lumot yangilanmagani uchun odam bir necha marta qatnashga majbur bo'ladi. Yana bir misol, ayol kishi turmushga chiqqanda familiyasi o'zgargan. Keyin ajrashgan yoki turmush o'rtog'i vafot etgan, familiyasini yana o'zgartirgan. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya. Bu odatiy holat. Bunday vaziyatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat yoki FRD-yo ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlar to'liq bo'lsa, hech qanday muammo yo'q. Hujjat yo'qolgan bo'lsa, oldindan tiklab qo'yish kerak. Endi men eng muhim, lekin ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan nuanslarni aytaman. Birinchisi, pensiya miqdori faqat yoshga qarab belgilanmaydi. Ko'pchilik men otimga kirdim, demak falon miqdor olaman deb o'ylaydi. Aslida pensiya hisobida ish staji, o'rtacha ish haqi, sug'urta badallari, imtiyozli davrlar, qo'shimcha ustamalar, eng kam pensiya miqdori kabi omillar bor. Ikki odam bir kunda pensiyaga chiqishi mumkin. Lekin biri 1.200.000 olsa, ikkinchisi 2 milliondan ko'proq olishi mumkin. Sababi ularning rasmiy ish staji va ish haqi boshqacha. Ikkinchi tuzoq, norasmiy ishlagan yillar. Afsuski ko'p odamlar 1990-yillar yoki 2000-yillarda bozorda, ustachilikda, savdoda, fermer xo'jaligida og'zaki kelishuv bilan ishlagan. Agar ish beruvchi rasmiy hujjat yuritmagan bo'lsa, bu davr pensiya stajiga kiritilishi qiyin bo'ladi. Hamma biladi, men u yerda ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Sud orqali ayrim holatlar isbotlanishi mumkin, lekin bu vaqt hujjat va guvoh talab qiladi. Shuning uchun hozir ishlayotgan yoshlar ham eshitib qo'ysin. Rasmiy ish staji bo'lmasa, kelajakda pensiya miqdori past bo'lishi mumkin. 3-jihat ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu yomon emas. Aksicha, qonuniy ishlash davom etsa, ayrim davrlarda qayta hisoblash imkoniyatlari paydo bo'lishi mumkin. Lekin ish beruvchi sizni rasmiy ro'yxatdan o'tkazganmi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar bazada ko'rinyaptimi? Shuni tekshirish kerak. Agar siz men ishlayapman deb o'ylasangiz u. Aslida mehnat shartnomasi rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyinchalik bu davr hisobga olinmasligi mumkin. 4-jihat, ishonchnoma orqali pensiya olish. Keksalar, yotoqda yotgan bemorlar yoki chekka hududda yashovchi pensionerlar pensiyasini farzandi yoki qarindoshi orqali olishi mumkin. Lekin bu ish qonuniy tartibda bo'lishi kerak. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, notarial tasdiq bo'lmasa, pensionerning roziligi aniq bo'lmasa, bank yoki mas'ul organ to'lovini cheklashi mumkin. Bu ayniqsa oilaviy nizolar bo'lgan holatlarda juda muhim. Men ko'p ko'rganman, bir farzand men qarayapman deydi. Boshqasi pensiyani noto'g'ri ishlatyapti deydi. Shuning uchun hammasi hujjat bilan bo'lishi kerak. 5-jihat, chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda yashayotgan bo'lsa, to'lov tartibi bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkin. Yashash joyi, tiriklikni tasdiqlash, bank ma'lumotlari, vakil orqali murojaat qilish kabi masalalar oldindan aniqlashtirilishi lozim.
kartaga tushib turaveradi deb beparvo bo'lish to'g'ri emas. Chunki ma'lumotlar yangilanishi shaxsni tasdiqlash yoki manzil bo'yicha savollar chiqishi mumkin. 6-jihat ortiqcha to'langan pensiya. Bu ko'pchilikka yoqmaydigan, lekin bilish shart bo'lgan masala. Agar fuqaro ma'lumotni vaqtida bermasa, masalan, nafaqa olishga ta'sir qiladigan holat o'zgarsa, lekin organlarga xabar qilinmasa, keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik to'lov olayotgan farzand o'qishni tark etdi, lekin bu haqda xabar berilmadi. Bir necha oy pul tushdi. Keyin ba'zida ma'lumot chiqqach, ortiqcha to'lov aniqlanishi mumkin. Shunda men bilmagan edim deyish har doim ham yordam bermaydi. Shuning uchun to'lovga ta'sir qiladigan har qanday o'zgarishni vaqtida bildirish kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilish muddati, JSH raqami, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana to'g'ri yozilganmi, shuni ko'ring. Agar pasportdagi ism bilan mehnat daftarchasidagi ism orasida bir harf farq bo'lsa ham, oldindan aniqlashtiring. Masalan, Abdullayev bir joyda Abdullayev bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Ba'zan bu texnik farq deb o'tiladi. Ba'zan qo'shimcha tasdiq so'raladi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni va ish staji hujjatlaringizni yig'ing. Eski ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qaysi tashkilotda qanday lavozimda ishlagansiz. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, arxiv qayerda ekanini aniqlang. Tuman yoki shahar arxiviga, sobiq korxonaning huquqiy vorisiga, mehnat bo'limlariga murojaat qilish mumkin. Murojaatda faolon yillarda ishlaganimni va ish haqi ma'lumotlarini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi kerak deb aniq yozing. Og'zaki so'rab yurishdan ko'ra yozma ariza samaraliroq. 3-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Hisob raqami folmi? Karta aynan sizning nomingizdami? Shuni bankdan so'rang. Agar karta yo'qolgan yoki bloklangan bo'lsa, pensiya tushadigan hisobni yangilash bo'yicha bank va pensiya jamg'armasi bo'limidan tartibni so'rab oling. Ba'zan odam yangi karta ochadi, lekin pensiya eski hisobga bog'langan bo'lib qoladi. Keyin pul tushmadi deb xavotirlanadi. Aslida hisob ma'lumotini yangilash kerak bo'lgan bo'ladi. 4-qadam, yashash manzilingizni tartibga keltiring. Agar siz boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, doimiy yoki vaqtincha ro'yxat masalasini aniqlashtiring. Pensiya hujjatlari qaysi hududda yuritilayotganini bilib oling. Ayniqsa, yolg'iz yashovchi keksalar uchun bu muhim. Chunki uyiga borib xizmat ko'rsatish naqd to'lov. Ijtimoiy yordam yoki mahalla orqali ro'yxatga olishda manzil asosiy ma'lumotlardan biri hisoblanadi. 5-qadam, agar nogironlik, imtiyoz, ustama yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsangiz, asosiy hujjatlarning muddatini tekshiring. Tibbiy xulosa muddati, talabalik ma'lumotnomasi, vasiylik yoki homiylik hujjati, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki o'lim guvohnomasi kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bitta papkaga solib qo'ying. Men pensiyalarga doim shuni maslahat beraman. Pensiya papkasi bo'lsin. Unda pasport nusxasi, mehnat daftarcha nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank rekvizitlari, arxiv ma'lumotnomalari, tibbiy hujjatlar, FHDYO hujjatlari tartib bilan tursin. 6-qadam, rasmiy manbalardan tekshiring. Mahalla, bank, pensiya jamg'armasi bo'limi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Tegishli davlat organlarining ishonch telefonlari orqali ma'lumot oling. Telegramdagi noma'lum kanallarda hamma pensionerga qo'shimcha pul beriladi. 2 avgustdan pensiya to'xtaydi. Falon hujjatni topshirmaganlar pul olmaydi degan xabarlarga darrov ishonmang. Avval rasmiy manbani tekshiring. Firibgarlar aynan pensionerlar ishonuvchanligidan foydalanadi. Kartangizga pensiya qo'shib beramiz, kodni ayting desa. Hech qachon SMS kodni bermang. Bank xodimi ham, davlat idorasi xodimi ham sizdan karta paroli yoki SMS kod so'ramaydi. 7-qadam, muammo bo'lsa arizani to'g'ri yozing. Arizada ismingiz, pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, murojaat mazmuni aniq bo'lsin. Masalan, menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta hisoblashni so'rayman. Chunki 1965-1992 yillardagi ish stajim va ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi ilova qilinmoqda. Yoki bank kartam muddati tugagani sababli pensiya to'lovini yangi hisob raqamimga o'tkazish tartibini tushuntirib berishingizni so'rayman. Aniq ariza aniq javob olib keladi. 8-qadam, javobni kutish muddatlarini biling. Har bir murojaat darhol hal bo'lmasligi mumkin. Arxivdan ma'lumot olish, bazalarni solishtirish,
qayta hisoblash vaqt talab qiladi. Lekin siz ariza topshirganingizni tasdiqlovchi raqam yoki kvitantsiyani saqlang. Agar javob kechiksa, shu raqam bilan qayta murojaat qilasiz. Hujjat topshirdim deb, lekin isbotingiz bo'lmasa, keyin masala cho'ziladi. Hurmatli tomoshabinlar, 2 avgustdan boshlab o'zgarishlar deganda eng asosiy xulosa shuki, pensiya tizimida hujjatlarning to'g'riligi, elektron bozordagi ma'lumotlar, bank hisoblari va imtiyozlarni tasdiqlovchi dalillar yanada muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Kimning hujjati tartibli bo'lsa, o'rtacha xavotir qilmaydi. Kimda eski ish staji, arxiv, familiya o'zgarishi, nogironlik muddati, bank kartasi yoki manzil bo'yicha noaniqlik bo'lsa, bugundan tayyorgarlik ko'rish kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun uyda hujjatlaringizni ochib ko'ring. Bir papkaga joylang, kartangizni tekshiring. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki rasmiy portal orqali murojaat qiling. Eng muhimi, mish-mishlarga emas, hujjat va rasmiy ma'lumotga tayaning. Agar sizda pensiya bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Yoshingiz, muammo turi va qaysi hujjat yetishmayotganini yozsangiz, keyingi videolarda alohida tushuntirib beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri maslahat butun oilaning oyma-oy daromadini himoya qilishi mumkin.